Bir yolg'iz onaning qizining to'y kuni kechda yigitga yolg'iz degan gapi hammalarni, hatto operatorlarni yig'iltib etdi. 24 saat telefonda o'chiq qilib, mo telefon qilib, lekin mening bolalarim tarbiya anglaydigan bolalar. Butun torda 300 mingdan jiq fansiz ba nurg'un issiq vaqtni beshida o'tkazgan Alfiraning 3 oydan bu yigit e'tirof qilib to'y qilib ketishning sababi nima? Bir qiz olish uchun mol dunyo muhim emas, haqiqiy mushulliqi zarur degan narsa, mas'uliyat degan narsa pek muhim. Siz beshi bildirib qo'ydingiz. Bek jiddiy olish ketmiş qilib to'yimiz muborak bo'lsin. Hozirgi jamiyatimizda pulga qaraganda mas'uliyat va muhabbatni tepish bek tez bo'lib ketdi. Hammamizning bilgani bu ikkisining tez suratda shanxun qilib to'y qilgan bo'ldi. Lekin hech kim bu ikkisining muhabbatining qanchalik oldi ochiq o'ngligini bilmaydi. Alfiraning gapi aytsak bu taqdir peshona bo'ladi. Taqdir peshona bo'lsa, shirkatim kilon atirdi maydonga tushsin. Tövendeki görünüş ati to'y degan kun yuz beryapti. Bana telefon qilsangiz, mayli jiddiy bo'lsa, zaten oyoqlarimni kiyimiga holatda, yalang'och holatda bo'lsa, men qizim berib berim. Hem kız yigitni yig'latgan ko'rinishlarmi dalmush. Boshqa vaqtda Xurshida opam bilan yigit ikkisi kulib, faqat tatamadik. Biz ularni chaqchaq qo'yib ketsak, asli Xurshida opam kulki orqali qalbidagi yig'ini besib yetibdi. Taki biz apparatni to'xtatgandan keyin onanikin haqiqiy rost gapni dedi. Xizmatlarga chiqarib, bosh holatga kelgan bir yolg'iz onaman. Ben onu yana küçük bir dedim falan. Ulandı. Ben sizi boşuna ötülsem bu diye başka iş. Bularning hammasi shirkatimning kuchli strategiya iqtidoridan kelgan. Taki to'y filmini qo'yg'icha qiz yigitga jingshi badam, yigit qizga jingshi badam deb o'ylaydi. Sen muhmaysan o iş beni tatlım dediğine. Yo'q, bu ish kelsa. Lekin biz bir to'ris asli yashayotgan bir oila kishilarining bir-birisi qilgan jingshisini qat'iy bildirtmadik. Tadı siz neçe yıl ben ballarımla özlem okudum. Boş holatga kelgan yolg'iz onaman. Ben onu yana küçük bir dedim falan. Ulandı. Ben sizi boşuna ötülsem bu diye başka iş. Bana elbem yok. Benim küçük bir dedim. Ben terbiye kılamadan da anne gibi olsun oldu. Hem 2 oydan sirt biz osh kun tutgan koyjanni butun restoranni ko'tarib etgandek necha ko'rinish tatdik. Atigan xo'shal qo'ramliqni, kulki chaqchaqni ham kechidik ko'z yeshini bir-birisiga aplab moslashtirib oldik. Nurg'un odam shirkatimning iqtidoriga hayron qoldi. Biz nemish bunchalik tez? Chunki kino atirti hargiz talaga tayanmaydi. Balki bizda yetarli strategiya iqtidori, tarbiyalash iqtidori hamda logik qarashtirish iqtidori bor. Agar bu pulni yaxshi topib olgan kasbga kirganingiz bo'lsa va yoki farzandlaringizni beradigan bo'lsangiz, ularni kino atirti tarbiyaga bersangiz bo'ladi. To'y film kasbi aldirab modadan qolgan kasb emas, bo'libmi AI tarafidan shalli bitilgan kasb emas. Xo'sh, sahnadan tushgandan keyin qiz yigit qo'ldash ham hammaylar menga bek rahmat, bu ularning umrlik kinosidek chiqibdi deb ketdi. Bana koyacağınız şu an hesapta çıkmaz gırım yetine koyacağınız tek çıktı. Bir kalsam o iki layla. Belki yeşillik de bak, yeşillik. Hem deme, hem de sızlak etti. Bek karanlık bek işte özümüzden iştirip özümüz kılmaydırmış bana özlügen. Özlüğü de kaldı, özlüğü de. Özlüğü de mi ağrıdı? Buraya. Beklemen ki. Sen 3 yildan o'qimaydinglar. O'zaro uchmaydinglar, mana shu o'rlashtirgan. U chaqda ko'pchilik dunyo, sen faqat vanxonlarning to'yini yoki mushunga o'xshash gauji strategiya qilgan to'yni tatamsa deydi. Yo'q, garchi biz nurg'un vanxonlarni tatib baqqan bo'lsakmi, lekin men uchun chin soptiqni mujassamlagan har bir muhabbat intayin ulug' bor. Biz boshqalar qanday mulozamat qilgan bo'lsak, har bir odamga shunga o'xshash mulozamat qilamiz. Ularning muhabbatini kino qilib tatib beramiz. Ham shirkatim koyjanil emas, balki barliq restoranni to'yning beshidan putining uchigacha sifatli yaxshi tatidi. Bizning restoranlarimizda sizlar o'ylab boqmagan yangiliklar bekchiq. Buningda ansirashning hojati yo'q. Chunki biz intayin muvaffaq qilib layildik. Hammalar qabul qilaydigan yerda. Davomli 6-oydan boshlab to'y olalaymiz. Kilometrni izlab muhabbatingizni, bir-biringizga ajringizni kino qilib tatib oling.